Assalamu alaykum qarindoshlar, hozirgi vaqtinizlar xayrli bo'lsin. Oldingi qitim deganimizdek, bugungi mazmunimiz diqqatni yig'ishga yordam beradigan yemeklar to'g'risi bo'ldi. Bir qarindoshimiz cho'nglarga mos keladigan mazmunlar yo'llangan bo'lsa degan taklifni bergachga, bugun diqqatni yig'ish iqtidorining ojizlashishi va ruhiy tushkunlik bilan munosabatli bo'lgan serotonin haqidagi mazmunlarni o'rtoqlashdik. Bu mazmun cho'nglarga-mu, bolalarga mos keldi. Bu mazmunlarni Yaponiyadagi dangliq ming ilm tadqiqotchisi, dangliq yozuvchi ham oliy maktab professori Nakano xonimning Mingni mashqlantirish usuli degan kitobdan foydalanib tayyorladik. Kitobning yaponcha ismi videoning tushuntirilishida berildi. Qiziqsanlar bu kitobni to'liq o'qib baqarsizlar. Amdi gapimiz kelsak, diqqatni yig'ish va ruhiy tushkunlik serotonin degan modda bilan zich munosabatli ekan. Şuna oldi bilan serotonin bilan biroz tunishib chiqaylik. Serotonin bo'lsa, badanimizga nihoyat muhim bo'lgan 3 cho'ng ming hormonlarning biri ekan. Bu yerdagi 3 cho'ng hormon noradrenalin, dopamin va serotoninni ko'rsatadi ekan. Serotonin bizning uyqu, ruhiy holatni tangshash, diqqatni yig'ish qatorliq iqtidorlarimiz bilan zich munosabatli ekan. U odamga baxt va bexatarlik tuyg'usi berib qolmasdan, yana zehnni ochiq qilib, odamning kayfiyatini ko'tarishdek alohidaliklari bor ekan. Agar badanda bu modda yetishmasa, xotirjamsizlik, diqqatni yig'olmaslik alomatlari ko'rilgan. Bu moddaning kamchilik bo'lishi yana tushkunlikni keltirib chiqardi ekan. Amsa qanday qilib serotoninning ajratilib chiqarilishini ko'paytirib bo'ldi? Serotoninning xomashyosi amino kislotasining bir turi bo'lgan triptofan ekan. Shunga serotoninni ko'paytirish uchun triptofan ko'p bo'lgan yemeklarni yeyishimiz kerak ekan. Bu modda asosligi purchoq turidagi yemeklar, yana tofu, sut, qitiq, irimchik, qizil go'shtlik baliqlar, jigar, yer yong'i, kunjut, badam qatorliqlarda ko'p bo'ladi ekan. Bularni iste'mol qilgandan keyin triptofanning serotoninga aylanish uchun bir necha kun vaqt ketadi ekan. Iste'mol qilish miqdori taxminan har kilogramm badan eg'irligiga qarata kuniga 2 mg bo'lsa muvofiq ekan. Ya'ni badan eg'irligingiz 65 kilogramm bo'lsa, sizga bir kunda 130 mg lozim bo'ladi degan gap ekan. Yuqorida tilga ilingan yemeklarni iste'mol qilishdan boshqa tuvandagi 3 xil usul orqali serotoninning ajrilib chiqishini ilgari surgili bo'ldi ekan. Biri harakat qilish. Yenik harakat qilgandimi ajrilib chiqadi ekan. Masalan, palampaydan chiqish, asta mengish degandek ritmli harakatlar serotoninning ajrilib chiqishida unumli rol o'ynaydi ekan. Bo'libmi, adiganda mengib berishning unumi pek yaxshi bo'ladi ekan. Chunki saharda serotoninning ajrilib chiqishi boshqa vaqtlardagidan yaxshi bo'ladi ekan. Yana biri tamoqni oldirmay yaxshi chaynab yeyish. Ya'ni tamoqni yaxshi chaynab yeganda miyaning aktivchiligini oshirg'ili bo'ladi ekan. Yana bir amal kunga qoqlanish ekan. Bugungi mazmunni yig'inchoqlaganda ozuqliqlar tangpunlashgan yemeklarni yeyish, kun nuriga qoqlangach sayli qilish, tamoqni yaxshi chaynab yeyish, yenik va ritmli harakatlarni ishlash qatorliqlarning diqqatimizni yig'ish va ruhiy holatimizni tangshashga nihoyat foydasi bor ekan. Amsa bugun mush yergacha bo'lsin. Kanalimizga tegi ergashmagan bo'lsangiz, ergashib olishingizni tavsiya qilamiz. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat.